voqea joyida qo'lga olindi. Ishxonalarda bo'layotgan talonchilik hamda o'zboshimchaliklarga qarshi reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd tadbirlari davomida g'arazli niyati bilan ruchka o'g'irlayotgan jinoyatchi ish ustida qo'lga olindi. Meni nima ish bor o'qimadim. Meni bu ruchkani o'zi qaytarib qo'ymoqchi edim. Olib ketib qolish niyatim yo'q edi. Shuningdek, reyd tadbirlari davomida qog'ozlarni yashirincha olib ketadiganlar ham voqea joyida qo'lga olindi. Bu qog'ozlar menga juda ham zarur edi. Ish juda yonib turgandi. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa ketarmaydi. Ishxonada hamkasblarning ishtahasini ochib, har daqiqada shirinlik yeb o'tiradiganlar. Qornim tez och qoladi. Nimadir yemasam tura olmayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ish stolidan tartibsiz foydalanadiganlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Agar sizning ham ishxonangizda shu kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, darhol bizga murojaat qiling.